أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله تعالى iltifat Sure Nisa'ga keldik. Bu Suratun Nisa degan shu ayollar surasi degan bo'ladi. Bu surada shu ko'pincha ayollarga aloqador ahkomlar so'zlangan boshqa shu Suratun Nisa deb atalgan ekan. Bu surningki oldingi sura bilan bo'lgan munosabat qanday degan chog'da sura Al Imronning eng oxirgi oyati mo'minlarni taqvo bo'lishga buyurish bilan oyoqlashgan edi. Yani ma sura Nisa bo'lsa dastlab turamlar butun insonlarni shu Allohdan qo'rqishga buyurishdan boshlandi. Bu bir bağlışlık varken. Yeni bir bağlışlık tarafi Sure Ali İmran'da فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ Yaman Sur Nisa'daki ayet. Sur Nisa'da فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ degan oyat Uhud g'azoti munosabat bilan nozil bo'lgan edi. Bu Sur Al Imron'dagi 60 ga yaqin oyatda shu g'azotga aloqador ahkomlar so'zlangan. Shunga aloqador mazmunlar so'zlangan. Bu bir ikkinchi bog'liqlik tarafi. Endi uchinchi bog'liqlik tarafi bo'lsa, bu sura Nisodagi "Vala tahinu fi ibtig'o'il qawm" degan oyat Hamraul Asad g'ozoti haqida nozil bo'lgan. Bu "Allazina istajabu lillahi var rasuli min ba'di ma asabahumul qarh" degan Ali Imron surasidagi osh g'ozot haqida nozil bo'lgan oyatdan keyin nozil bo'lgan ekan. Ilgariki ولا تهنوا في ابتغاء القوم degan oyat Sura Ali Imrondagi oyatdan keyin nozil bo'lgan. Bu sura mazmunini so'zlab kelsak, nurg'un mazmunlar chiqadi. Buni bir boshdan o'qish jarayonida bilib bo'lamiz, xudoyim. Bismillahir rohmanir rohim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Yani ey insanlar, yani ey Mekke ehli. Bu sure özü Medine nazlı olan sure iken, bir yerde şu ya Yuhannas. Da bu yerde Mekke ehli edip Mekke ehli hitap tuttum. Ey insanlar, sizlerini bir insandan yani Adem Aleyhisselam'dan yaratkan, şu insandan yani öz cinsinden onun cüptini yani Havva'nı yaratkan ve ulardan yani Adem ile Havva'dan nurgun er ayarlarını yaratkan perverdigarlardan korkunlar. Bir-biringlardan ner sorganda nam bilen soraydigan Allah'tan korkunlar. Sil rahimni üzüp koyuştan saklanыңlar. Allah hakikaten sizlerini yani bütün ahvallarını közüp duruşudur. Yani ittaqu rabbakum degan Allah'ın azabını korkunlar. Qanday qilib desa Allohga itoat qilish orqali Allohning azoblab qilish saqlaninglar demoqchi. Allazi xalaqakum min nafsin wahida. Bu bir jon, ya'ni Odam alayhissalomni ko'rsatdi. U Alloh bo'lsa yaratdi sizlarni bir jondan, ya'ni Odam alayhissalomdan va yaratdi uning ayolini, ya'ni Havvo onamizni yaratdi. Havvo adam matulun qulun demoqchi. Min bila'in min adba'ihil yusra. Adem Aleyhisselam'ınki sol qovurg'alaridan bir qovurg'adan yaratdi deydi. Havvonimizni. Ve bessa minhuma rijalan ketiran ve nisaa. Ve tarqatdi Alloh taolo o ikkisidan Adem bilan Havvodan ko'plagan erlarni va ayollarni. Vettaqullohallazi tasaaluna bihi vel arham. Qo'rqinglar Allohdan. Yine sizlar o'zaro so'raysizlar uning bilan.
Yani onun namını tilgab turib, o'zaro bir-biringlardan so'rashadigan Allohdan qo'rqinglar. Tasaaluna degan tasaaluna deb o'qildi ekan. Tasaalu qilgan chog'da tani, aslidagi tani singa idg'om qilib o'tish bor deydi. Yani tatasaaluna bo'lgandan keyin buni asosi. Ha bir tani singa idg'om qilib o'tdik. Shuning bilan tasaaluna bo'ldi demoqchi. Yana bir qiroatda taxfif bilan o'qilgan. Uni hazb qilib o'tishgan. Yani sin e, tani hazb qilib o'tiblar. Tesâelûne de bunda kullan demek ki. Yeni tetesâelûn. Yani aslında şu tetesâelûn bu pillanın demek ki. Bihi. Yine Allah bilen soraydıgan. Fîmâ beynekum. Özara aranlarda. Bazınlarga deysizler. Es'aluke billahi ve enşuduke billahi. Senden Allah bilen sorayım ki ve senden Allah'ın namı bilen yardım talep kılmayın ki degenden keyin. Hmm. Enşuduke degan estahlifu degan bo'lar ekan. Yine qasam qilib berishini talab qilaman. Allohning nomi bilan sening qasam qilib berishingni talab qilaman. Yani o'zaro sizlar bir-biringlardan so'ragan vaqtda shu Allohning nomini tilgab turib ishlar so'raysizlar. Yani ashla so'raydigan Allohdan qo'rqinglar val arhama va yana qo'rqinglar sil rahimlardan. Yani sil rahimni uzib qo'yishdan qo'rqinglar degan bo'ldi. Yana bir qiroatda jar bilan o'qilgan edi. Val arhami deb bunday o'qilgan ekan. Val arhami deb o'qilgan chog'da u bihidiki zamirga atfu bo'ladi deydi. Tesaaluna bihi so'raysizlar shu Allohning nomi bilan bihi bi harf jar hi almash majrur bo'lgan ekan val arhami bo'lsa almash at bo'ldi shuning bilan bumi shu bini ta'siri bilan arhami deb o'qildi demoqchi u chog'da vakanu yatanashaduna bir rahim ular o'zaro sil rahimni tilgab turib bir birisidan so'rashyapti demoqchi qasam qilishyapti bu yerda muhim bir fiqhiy masala chiqadi. Men kana halifen felyahlif billah degan hadis bor. Kimki qasam qilmoqchi bo'lsa, shu Alloh bilan qasam qilsin dedi. Bu yerda Allohning nomi bilan sizlar so'raysizlar va silrahimni tilg'ab turib so'raysizlar degan ma'no chiqadi. Arhami deb o'qigan chog'da. Buni qanday tushunamiz degan chog'da bu yerda arham degan qasam Allohning nomidan boshqa narsani tilg'ab turib qasam qilsa bo'lmaydi. Mutlaq cheklangan ish. Lekin bu yerda arhami deb o'qigan vaqtimizda sizlar o'zing bir-biringlarni orasiga tuqqandochilikni tilg'ab turib ana shu shiypa keltirib turib so'raysizlar demoqchi ekan. Ba'zi sen bilan bo'lgan tuqqandochilikni yuzini qilib qo'ysam mana bir yordam qilgin degandek gaplar bor. Shuni demoqchi bu yerda. Aloqachilikni yuzini qilib qo'ysam bir mana yordam qilolmassan degandek gaplarni ko'rsatgan. Lekin ala qasam qilish ma'nosi emas. O silrahimni tilgab turib qasam qilsa u bo'lmaydi. Shu qasam degan faqat shu Allohning nomi bilan bo'ladi. Mana val arhami deb o'qigan vaqtda shu misol ma'no chiqadi. Innalloha kana alaykum raqiba. Haqiqatan Alloh taolo sizlarni ko'zib turuvchidir. La hafizan li a'malikum. Sizlarning amallaringlarni muhofaza qilib turuvchidir. Sizlarga shu amallaringlarga qarta jazo mukofot beradi. Ya'ni lam yazal muttasifan bizalika. Yani Alloh taolo ilgari undaq emas, hozir bunda ilgari undaq emas, hozir shunday bo'lib qoldi emas. Alloh taolo azaliy shu sifati shundoq davomli mushta sifatlanib turuvchi. Raqib degan sifati bu Alloh taoloniki zotida bor sifat. Lam yazal muttasifan bizalika din. Endi keyingi oyat yetimlar haqida nozil bo'lgan deydi. Talaba min valiyihi malahu famana'ahu. Ama yetim o'ziniki varisidan uning ishini egib turayotgan varisidan melini talab qilsa u egisi melni bermay turib olgan chog'da nozil bo'lgan va atul yatama amwalahum va la tatabaddalu khabitha bit-tayyib. Yani yetimlarga ularning mollarini beringlar, haromni halolga aralashtirmanglar. Yani yetimlarning mol mulkini ular balog'at yetgan chog'da beringlar. Yaxshisini yomonga
Yani ularning mollarining yaxshisini o'zinglarning mollarining yomoniga tegishib olmanglar. Ularning mol mulkini o'zinglarning mol mulkiga qo'shib yevolmanglar. Bu haqiqatan cho'ng gunohdir. Yani yetim degan sig'oril ula dadisi dadisini yo'qotib qo'ygan boshqa igdorchilik qilib turayotgan kichik bolalar deydi. Cho'ngib ketgan bo'lsa yetim bo'lmaydi endi. Amvalahum ularning mollarini yine sizlarning qulonlarda sizlar saqlab turayotgan mol bo'lsinmi baribir ularning mollari demoqchi bu yerda. Amvalahum deb keltirgan ekan baribir u ashlarning mollari. İza balagu yine ular balogat yetgan vaqtda ularning mollarini qaytarib beringlar. Aralashtirmanglar habisni yine nasharni haramni tayyibga yine halolga yaxshiga almashtirmanglar. O'zinglarnikin nachar mollarni olarni yaxshi mollarga bunday tegishib olmanglar demoqchi. Yine te'huduhu bedelahu kema tef'alun. Xuddi sizlar qilib kelayotganga o'xshash yaxshisiniki nachardan o'rniga yaxshisini bilan olmanglar demoqchi ekan. Min ahdil jayyidi min malil yetim. Yetimning malininki yaxshisini elib ve ja'alar radi'i min malikum. O'zinglarning malininki nacharlarini onun o'rniga qo'yib qo'ydigan bunday ishni qilmanglar. Ta'kulu amwalahum. Yuvamanglar ularning mollarini madmumatan demek. Yani qo'shqin holatda o'zinglarning mollariga. Buni aralashtirmasdan bo'lmaydigan gapkan. Innahu haqiqatan u yana ash yetimlarning mollarini yevilish kana huban kabira. Bu nayati ig'ir cho'ng gunohdir. Xo'sh, endi valamma nazalat taharraju min vilayatil yatama. Bu oyat nozil bo'lgan chog'da sahoba kiramlar yetimlarga igdorchilik qilishdan harash his qildi deydi. Va kana fihim man tahtahu al-ashru aw al-thamanu min al-azwaj. Yani ularninki emrida ashabının ichida emrida 10 yoki 8 mesela ayollar bor kishilar bordi. Fala ya'dilu baynahunna. Ularning orasida odillik qilolmaydi. Şunu bilan oyat nozil bo'ldi deydi. Va in xiftum alla tuqsitu. Ya'ni yetimlarninki mellariga yetimlarninki mollariga aloqador bo'lgan oyat nozil bo'lgandan keyin buni saqlab qolmoq tez o'xshaydi deb yetimlarga egilishdan haraj his qildi. His qilgandan keyin mayada oyatda nima demoqchi ekan desa, keyingi oyatda. Hem yetimlarning millariga egilishdan haraj his qilgan bo'lsanglar, undaqda ayollarning orasida adil muomala adillik qilmay qilishdanmi qo'rqinglar. Maningdimi haraj his qilinglar. Ma texmi cho'ng ish demoqchi bu yerda. Va in xiftum alla tuqsitu. Agar qo'rqsanglar adil bo'lmaslikdan yetimlar haqida. Yine fetaharraytum min emrihim. Ularninki ishida haraj his qilinglar. Haraj qilgan bo'lsanglar faxafu aydan. Yine qo'rqinglar yana ayollarning orasida adil bo'lolmay qilishdanmi? Ularni emringlarga ib qolsanglar. Yani ayollarni xotinni olgan bo'lsanglar, yoshlarning orasida adil bo'lolmay qilishdanmi qo'rqinglar. Fankihu elinglar sizlar bir kishiniki ma degan men degan manda deydi. Ma tabalakum minan nisa'i matna va thulatha va ruba'. Ayollardan sizlarga halol bo'lganni ikkilab, uchlab, to'rtlab elinglar. Ya'ni isnayni, ikkilab, uchlab, to'rtlab. Va la tazidu ala zalika. Uni ziyoda qilmanglar. Kishining ko'p xotinlik bo'lishini chekimi shu 4 bilan cheklandi demoqchi. 4dan yashib 5ni ilib olsa bo'lmaydi. Agar 4 xotin bor bo'lsa, 4 xotinning ichida birini taloq qilib o'tgan bo'lsa, uning o'rniga yine boshqasini olsa bo'lgan gapdi. Lekin shu 4 xotinning hammasi amirda bor holatda yeni birisini 5-sini ilib olsa bo'lmaydi. Fa in khum alla ta'dilu. Agar uning orasida adil bo'lmay qilishdan qo'rqsanglar va taqsimotda fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Bir bilan ko'payinglar. Ya'ni inkihuha. Birni shu nikohinglarga ilinglar. Yoki o'zinglarning qo'llaringga ega bo'lgan, qo'lasinglarga cho'rlar bilan ko'paydinglar. Shularni qisqaringlar. Dedeklarga.
Chunki ular uchun, shu dedeklar uchun o nikohlab olgan ayollarga bo'lgan huquqlar yo'q. O nikohlab olgan ayollarga qarata bekitilgan e, bunda ahkomlar Allohga nisbatan unda ching emas demoqchi bu yerda, dedeklarga nisbatan. Zalika shu, ya'ni to'rtni nikohlab elish yoki bir bilan kupoyinish yoki avit tasarri. Tasarri degan shu dedeklar bilan kupoyinish. Bu yerda zalikaning ishoratini shu uchni birisi qaytish mumkin emas bu yerda. Ya shu to'rtni nikohga ilish degan bo'lishi mumkin, yoki bir oy bilan kupoyinish degandek bo'lishi mumkin, yoki dedaklar bilan kupoyinish degandek bo'lishi mumkin. Zalika degan ishoratniki nega qaytaryapti? Bu uchni birisi qaytaryapti. Lekin mana tarjimada shu bir oy bilan kupoyinish deb tarjima qilgan ekan. Adna alla ta'ulu. Ya'ni zulm qilmasliklariga yaqindir. Mesela to'rt xotin arasida to'rtdan ziyoda ilib o'tib qolsa, u harom endi. Shu to'rtdan ziyoda to'rt bilan ko'paylansa, shu to'rt xotinmi shu odil bo'lishga yaqinroq bo'ladi demoqchi. Undan ziyoda bo'lib ketsa odil bo'lmaydilar. Yoki bir bilan ko'paylansa, endi u texmbek odil bo'lishga yaqin endi. Va atun nisaa sadaqatihinna nihla. Beringlar ayollarga ularning mehrlarini chin qalbinglardan chiqarib, ayollarga ularning mehrlarini xushallik bilan sovg'a qilib beringlar. Agar ular uningdan bir qismini sizlarga o'tinib bersa, uni mazalik, singishlik, yana pok halol bilib yanglar deydi. Sadaqat degan sadaqatunning ko'pligi. Muhurahunna degan bo'lgan. Nihlatun degan masdar, ya'ni atiyatan, anti bi nafsin. Yana nayta xushallik bilan ko'ngillardan chiqarib beringlar. Fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan. Agar o'tinib bersa u ayollar sizlarga shu mahrining bir qismini nafsan degan shu ko'nglidan chiqarib rozi bo'lib o'tinib bergan bo'lsa, bo'ldi man jiqolmay mushinchilik alay deb bir qismini voz kechgan bo'lsa degan gap. Uni fakuluhu hani'an mari'a. Uni nihoyatda xushallik bilan yanglar. Mari'a degan mahmudul oqiba. Oqibati nihoyatda maqtashga tegishli bo'lgan. Uningda sizlarga nisbatan oxiratda zarar yo'q holatda inson bo'ladi. Nafsan degan tamiz, muhavvalun anil fa'il. Fa'ildan tahvil qilingan tamiz deydi. Nafsan degan nafs jihatda arab tili grammatikasiga tamyiz degan gap degan shu ekan. Ya'ni nafs jihatdan ular pak bo'lgan bo'lsa, ya'ni ko'nglidan chiqarib sizlarga o'tinib bersa demoqchi bu. Tibna bu yerdagi foil degani qaysi foil desa, tibnaninki foili hunna, ya'ni osh ayollar degan bo'ladi. Osh ayollar. Hunna degan osh foildan tamiz bo'ldi ekan yani. Ya'ni ular tabat anfusuhunna lakum an shay'in. U ayollarning nafslari sizlar uchun pak bo'lgan bo'lsa, mahrining bir qismidan pak bo'lib, favahabnahu lakum. Uni sizlarga sovg'a qilib bergan bo'lsa. 100 ming koy mahraqqa beribdi. Avchi anu ayol bo'ldi men 50 mingni olay, 50 mingni sana o'tirib berdim, olmayman deb qaytarib bergan bo'lsa, anu ayollar rozilik qaytarib berganda sizlar xushallik bilan yesangiz bo'ladi degan gap. Nazala raddan ala man kariha zalika. Bu oyat shu ayollar o'tinib bergan mahrining bir qismini eriga o'tinib berayotganni yomon ko'rgan kishilarga qarata raddiya berib nozil bo'lgan deydi. Xo'sh. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Yani bermanglar sefihlerge, yani nadan, akloşu joy bo'lmagan bunday kishilarga Allah tirikchiliklarning asos qilgan mollaringlarni ahmoqlarga tutqizib qo'ymanglar. Ularni yemek ichmak, kiyim kechaklar bilan ta'minlanglar. Ularga chiroyli so'z qilinglar deydi.
Vela tutu degan valilar, yetimlarga ega bo'lib turayotgan valilar bermanglar sizlar safihlarga, ya'ni al mubazzirin, buzib chechirganlarga, erlardan bo'lsin, ayollardan bo'lsin, kichik bolalardan bo'lsin, bu shunaqa sizlar o'zinglarning mollarini bermanglar. Yeni bir yerde emvalakum deb aş velilerge izafet qildi bu yerda. Endi aş veliler anı idare chiqib turayotgan ekan, sizlarning meninglarning hukmida bo'ludi deb eshitdi bu yerda hukman. Lekin amaliyotda u ularning mollari, shu yetimlarning mollari. Sizlarning qo'linglardagi sizlar idorachilik qilib turayotgan yetimlarning mollari. U qanday mollar desa, ja'alallohu lakum qiyaman. Qildi Alloh taolo sizlar uchun e, bir qiyamni, turmuşun asası kıppa deyilmiş şimdi. Bu kıyamen degen kâmenin mesleri değil. Yine takumu bi ma'aşikum ve salahi evadikum. Qandaydı o mallar sizlerinin turmuşunlarını ve sizlerinin muhtaçlıklarının yaxşı bo'lishini. Şununla dalda boludu. Muşundaq malni sizler berip etmanglar. Berip etsanglar feyyudayyuha fi gayri vecihiha. Zaya kılıp ular, şu sefihler bu mallarni o'z o'rnining g'ayrida zoya qilib o'tadi. Yana bir qiroatda qiyaman deb bunday o'qilgan ekan. Qiyaman deb o'qilgan chog'da qiymatunning ko'plik bo'ladi deydi. U ma yuqawwamu bihil amti'a. Mal matolar baholanadigan narsa. Varizquhum fiha. Rizq beringlar ularga shu mallarni. Ya'ni yemak ichmak qilib beringlar ularga shu mallardan yemak ichmakni beringlar va ularning kiyim kechishini beringlar va qulu lahum qawlan ma'rufa. Va ularga yaxshi so'z qilinglar. Yaxshi so'z qilinglar degan iduhum idatan jamilan bi'ata'ihim ammalahum rashadu. Ya'ni va'da qilinglar ularga noyiliqcha. Ularga mollarni berganlik bilan agar balog'at kelsa, ya'ni sen balog'at kelsanglar belingni sanab qaytarib beraman deb va'da qilish orqali bu ishdan chiroyli so'zlarni qilinglar demiş ekan. Sure Nisa'dan 3 oyat o'qigan bo'ldik. Qavni davom o'qiymiz inshaalloh. Alloh taolo hammalarga minnatli ma'no qilsin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.